Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, qadrli muxlislar, o'tgan ketgan gaplar ko'rsatuvimizni, chiqishlarimizni kuzatuvchilari. Barchangizni uyingizga tinchlik, xotirjamlik, xonadonlaringizga qut-baraka tilagan holda yangi bir mavzudagi suhbatimizni boshlamoqchiman. Bugungi suhbatimiz ham yana bir aziz yurtdoshimiz va buyuk bir san'atkor haqida bo'ladi. O'zbekiston xalq artisti Vohid Qodirov degan insonni albatta hammanglar juda yaxshi taniysizlar. Tanimagan odam ismi familiyasini bilmasa ham, shu bola badiiy filmidagi Boyota desa, albatta hamma birday taniydi. Mana shu odam hayot bo'lganlarida bu yil 100 yoshga kirar ekanlar. Qarang. Inson yashasa yashayveradi. 100 yil, bir asr. Bundan 100 yil oldin ana shu Vohid aka Qodirov Toshkent shahrida dunyoga kelganlar. Juda ajoyib kamtar inson, juda hoksor, nima desak bo'ladi, mehnatkash, har qanaqangi mehnatdan aytaylik o'zini tegmaydigan, toyilmaydigan ajoyib inson bo'lganlar. Men u odam haqida bolaligimda eshitardim. Yo'q, u yosh tomoshabinlar teatriga borib, Qovoqo'y va Chanoqo'y spektakllarni ko'rganimdan emas. Vohid aka Qodirov meni otamni do'stlari bo'lgan. Do'st bo'lganda ham hali saralangan do'stlardan bo'lgan. Buni sababi bor. Ular bir-birlarini o'sha hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida, biz bir paytlar bilgan Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutida birga o'qishgan. Bu institut o'sha bosh ochilgan paytida u yerda rassomlik ham bo'lmagan, teatr instituti degan bir soddagina nom bilan ochilgan bo'lib, birinchi aktyorlar kursiga bor yo'g'i 7 ta talaba o'qishga qabul qilingan. O'shalarni ham o'zlari menimcha shu terib olib kelishgan bo'lsa kerak. Ana shu 7 kishining orasida Vohid Qodirov bor edilar, meni otam Islombek Yo'ldoshev bor edilar, meni sanaydigan bo'lsak, Hamza Umarov bor edilar, Mirsot aka Usmonov bor edilar. Keyin ular o'sha yosh tomoshabinlar teatrida ham aktyor, ham rejissyor bo'lib ishladilar. Erkli Malikiboyeva bor edilar bu guruhda, Zikr Muhammadjonov bor edi bu guruhda va Yayra Abdullayeva ismli hammalarini yaxshi taniysizlar. Faqat endi meni otam bilan shu Mirsot aka Usmonovni tanimasligingiz mumkin, yaxshi bilmasligingiz mumkin, chunki bular o'sha erta olamdan o'tib ketishdi. Meni otam shu 36 yoshlarida erta bu dunyodan ketib qoldilar. Hali bir tuzukroq kinoda ham o'ynab, hali bir televideniya ishga tushib, bir yaxshi spektakllar, aytaylik, novellalar, televizion teatrlar boshlanmasdan oldin o'tib ketishdi. Bular endi bir san'atda iz qoldirisha olmadi. Agar farzandlarni nazarda tutmasak, misol uchun menga o'xshagan yana 5 ta bola albatta otamning izlari. Mana shunday bir ajoyib san'atkorlar bilan o'qishgan, kursdosh bo'lishgan. Va birga o'qib bularni qaysi birlaridir Hamza teatriga o'sha paytda, qaysi birlarini Oxunboboyev teatriga, Yo'ldosh Oxunboboyev nomidagi yosh tomoshabinlar teatri degan nom bilan yurardi. Hozir endi yosh tomoshabinlar teatri bo'lib qolgan. Bunisi Hamza nomidagi O'zbek Davlat akademik drama teatrida yuritilardi. Hozir O'zbek Milliy akademik teatri nomida o'sha joylarga ishga borishgan. Va yana aytaylik, yosh tomoshabinlar teatrida ishlab ham bir nechtalari keyin milliy teatrga, katta teatrga ishga o'tib ketganlari ham bo'lgan. Shunda bular nafaqat kursdosh sifatida teatrda ham birga ishlashganlari uchun Mirsot aka, Vohid aka va otam Islom aka birga ishlashganligi uchun ham o'sha bir oilaviy bordi keldilari bo'lgan. Men bularni oilaviy bordi keldilarini ham guvohi bo'lmaganman, chunki aytayapman-ku, hali 3 yoshligimda otam o'tib ketgan bo'lsalar, onam gapirib beradilar. Juda aql tanimagan paytim bo'lgani bilan onamning hayotdagi xotiralari yaxshi bo'lgan. Ular biznikiga kelishar ekan, bular Vohid akanikida yo Mirsot akanikida yig'ilishar ekan va hozirgiga o'xshagan bir qiyin paytlar bo'lgan shekilli o'shanda. Bir voqeani gapirib beraman, bugungi kunimizdan ibrat olib. Hozir ovqatni nimada qilish kerak? Ovqat qilish uchun gazni ishlatish kerak bo'lsa, kosasi oqarmaydi u xalq deyilayotgan bo'lsa, demak ovqatni nimadadir qilish kerak, o'tinda qilish kerak. Agar gaz bo'lmasa, o'choqda yoki ko'mirda ovqat qilish kerak.
yo elektr plitalar bo'ladi, elektr plitada qilish kerak va nihoyat yana shu gaz plitada ovqat qilish kerak bo'ladi. Va buni arzon va qimmatini surishtiradi. Hammamiz ham surishtiramiz-ku. Elektr plitada sho'rva qilsangiz, buncha pulli chiroq yoqish kerak. Gazda qilsangiz, buncha pulli chiroq yoqasiz. O'tinda, qozon o'choqda qilsangiz, buncha pulli o'tin ketadi va hokazo. Buni hisoblash, chiqish qiyin emas. O'shanda bir otam gapirib bergan ekanlar-ki, onamga Voqt aka, Xudo rahmatlik, uyda hamma narsada ovqat pishirib ko'rishgan ekan, soati, vaqti va unga ketgan xarajatini. Hammasini hisoblab ko'rib, bunga bunchada, bu endi o'zi nima deydi, ishbilarmonlik. Ulug' restoratorlar shunaqa arzon aytaylik xarajat qilib turib, qimmat narsasini sotsa ko'p foyda oladigan darajada hammasini hisoblaydi. Ekonomistlar deydi. Shunaqa kasb egalari bor. U hisobchilardan, ya'ni buxgalterlardan ekonomistlarni vazifasi boshqa. U ham hisob qiladi. Lekin u qanday qilib tejashi, tejamkorlikni hisob qiladi. Shunda kulib gapirib bergan ekanlar. Islomjon, Mirsotvoy, mana men o'yda shuni hisobladim. Eng yaxshisi, eng qulayi mana shu kiragaz ekan, eng arzoni. Hozirgi tomoshabinlar kiragaz nimaligini bilmaydi. Primusni ehtimol bilishlari mumkin. O'sha bitta davrda chiqqan bular hammasi. Va ko'chalarda aravada katta bir bochkasi bilan kerosin sotib yurardi. U 4 tiyin bo'larmidi, 5 tiyin bo'larmidi, 1 litr, men aniq esimda yo'q. Uzun karnay qilib olgan, hozirgidek elektron karnaylari yo'q. Shu karnayni og'ziga tiqib kerosin sotib yurardi odamlar. Mani tengili eslaydi hozir, lekin bizdan yoshlar bu narsani ko'rmaydi. Kerosinlar haligi yong'indan xavfli narsa bo'lgani uchun ular tugatildi. O'sha paytda litrlab o'sha katta idishlarga kerosin g'amlab qo'yilar ekan uyda va o'sha kerosinni keragazga solib, hozir agarda shu nimaga Google'ga kirib keragaz deb yozsanglar chiqadi surati. Biz o'zimiz ham hozir suratini beramiz sizlarga. Eng haligi undan qimmatrog'i, boyforumrog'i Primus bo'lgan. Primusda ham o'shaligi kerosin solinganda unga yaxshilab havoni haligi damlab turib urilganda xuddi hozirgi gaz plitada povlab yonayotgandagi gaz chiqqan. Yana undan tashqari o'sha paytda bizning uyimizda ham bor edi shu. Men oxirgi bo'lib ko'rib qolganman. Katta shu 12 litrli paqir chelakga, tunika chelakni ichiga loydan ishlab chiqib manqal qilinardi. Manqalda otashdek qaro deb kuylaydi-ku, Alisher Aljo'rayev qo'shig'ida bor shunaqa joy. Manqal o'sha o'tin tashlab, ko'mir yoki tappi tashlab, qozon yoki qumg'on qo'yilib choy qaynatilgan yoki qozon qo'yib ovqat qilingan. U ham arzon yo'llaridan bo'lgan. Manqalda. Chunki o'choq katta, issiqlik tarqab ketadi. Manqal kichkina bo'lgan. O'rislar mangalka deb aytardi. Balkim qulog'inglar mangalka deganni eshitgandir. Va uyimizda u ham bor edi. O'sha chelakni yonimda olib teshiladi. O'sha yerdan olov yoqib ustida qozon tiradi, ovqat qilinardi. Uni ham menimcha shu internet kanallardan topilsa bo'lsa kerak. Mana shularni gapirib bergan ekanlar Voqt aka. Shundan keyin Mirsot akaning uylarida ham, bizning uyimizda ham keragaz kelgan. Keragaz alyumindan qilingan, ichida shu kerosin soladigan nimasi va ustida mangalkasi bo'lgan, konfarasi bo'lgan, konfarani ustiga qo'yib choy damlangan, ovqat pishirilgan. To tabiiy gazlar, u paytda endi gaz bo'lmagan o'zi. Tabiiy gazlar xonadonlarimizga kirib kelgunga qadar mana shunday qilib tirikchilik qilishgan ekan. Mirsot akaning o'g'illari Erkin Usmonov ajoyib yozuvchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Sizlar u odamni eslashinglar kerak. Unaqa uzoq bo'lmadi oramizdan ketganlariga. Shu oxirida, hayotlarining oxirida teatr jurnalida bosh muharriri bo'ldilar. Marhum soat 12 da keladi, marhum soat 24 da keladi degan bir ajoyib asarlari ham bor, kitob bo'lib chiqqan. O'zlari ssenariy muallifi sifatida teatrda ham, yoshlar teatrida ham ishladilar va ko'p yillar radioda shu adabiy dramatik eshittirishlar tahririyatida O'lmas Umarbekov rahbarligida, katta ustozlarning rahbarligida birga ishlagan ajoyib qalamlari bor odam edi. Mana shu odamning kitoblarida men sizlarga aytayotgan gap hujjat sifatida keltirilgan.
Otam Mirsoat Usmonov bir nechta aktyorlar bilan, jumladan O'zbekiston Xalq artisti Vohid Qodirov, Islom aka Yo'ldoshev, Qovus ichida mashhur taniqli televideniya suxandoni Muslimbek Yo'ldoshevning otalari deb qovus yopib aytib ketgan joylari bor. Bularning do'stliklari haqida uni ham hozir hujjatini sizlarga ko'rsatib keltirib qo'yamiz. Mana Erkin Usmonovning o'sha kitoblari Birov bo'lib yashash onsombi nomli to'plam. Bu yerda o'zbek kinosi va o'zbek teatri sahnasini nafaqat o'zbeklarni, balkim jahon klassik san'atkorlari haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tirgan. Bu esa shaxsan menga yozib bergan dastxatlari. Mana ota qadrdonim Islom akimning o'g'illari deb. Shu yerda Vohid Qodirovga atalgan shu esseda mana otamni Islom Yo'ldoshev, taniqli Muslimbekdan shu otalari birga yig'ilishardi va ularni eslashardi, xotirlashardi. Mirsoat aka bilan Vohid aka degan gaplari. Mana bu esa Erkin akani o'zlarining suratlari, o'sha kitobning muallifini. Mana shu do'stlikdan qolgan farzand sifatida Vohid akani nihoyatda yaxshi ko'rgan, yaxshi bilgan, u inson haqida to onam hayot ekanlar faqat va faqat yaxshi gaplar eshitganligim boisidan ularni ham 100 yilliklarini eslamoqchi bo'ldim. Albatta endi shu boladagi o'sha mashhur "Innay kelgin" degan savollari hammamizni qulog'imizda jaranglab turadi. Bolamizmi, yoshimiz kattami, vaholanki shu "innay kelgin" deganda hammamiz yuzimizga bevosita tabassum chiqadi. Mana endi bugungi kunda o'sha uchala kursdosh, uchala qadrdonlarning birontasi ham oramizda yo'q. Mirsoat aka Usmonovni ham, Vohid aka Qodirovni ham, otam Islom Yo'ldoshevni ham Xudoyim rahmat qilgan bo'lsin, shoistaga jannat qilgan bo'lsin. Bu dunyoda qilib o'tgan barcha amali solih ishlarni boshlariga soyabon qilgan, xurg'irmonlariga, Firdavs bog'lariga dohil qilgan bo'lsin. Balkim o'sha do'stliklari, balkim qadrdonliklari, ruhlari u dunyoda ham bir-birlari bilan topishib olgan bo'lishi mumkin. Endi ijodlari nuqtai nazaridan men hech narsa deya olmayman, chunki hammasi aytib o'tilgan. Teatrdagi rollaridan kinodagi rollari zo'r. Kinodagi rollaridan kinoda dublyajda qilgan ishlari nihoyatda maqtovga sazovor va katta mukofotlarga loyiq ish. Bizda misol uchun endi Leonovni rolini maqomiga yetkazib o'zi ham hayron qolar. Ya'ni Yevgeniy Leonov, SSSR xalq artisti Yevgeniy Leonovni o'zi hayron qolib yoqasini ushlaydigan darajada ovoz bera olish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Mayli ovozi tushgandir, mayli nafasi tushgandir, boshqadir, lekin uni xarakterini qilib berishlik juda buning uchun mehr va muhabbat kerak bo'lgan, topshirilgan ishga nisbatan mas'uliyat kerak bo'lgan. Yevgeniy Leonov qaysidir hayotni charpalagini, taqdirini taqozosi bilan O'zbekistonga kelganda unga o'sha Bug'doyzorlar oralab degan filmni qo'yib berishadi o'zbekchasini. Yo tasodifan efirda ketayotgan bo'ladimi? Eshiting, mana ko'ring deyshadi. Yevgeniy Leonov filmi qaysidir qismini endi tushunmaydi o'zbek tilini. Lekin ko'ryapti-da, o'zim gapiryapman. Mani gapimni o'zbekchalashtirishibdi bular degan bir aktyor menga dublyaj qilyapti deb o'ylamagan. Keyin "Я не знаю, я не говорю по-узбекски. Это как могли такое сделать?" deganda shu darajada ovozi tembrini, unashalik bo'g'iqligini, xirildaqligini shu darajada bir mahorat bilan artistona chiroyli ijro etib berganlarki, Vohid aka qaysi kinoda Yevgeniy Leonovni rolini ko'radigan bo'lsangiz, o'sha nimada Belarus vokzali filmida yoki Bug'doyzorlar oralab filmida qaysi filmda Yevgeniy Leonov o'ynagan bo'lmasin, O'zbekiston xalq artisti Vohid Qodirov kelgan va faqatgina unga dublyaj qilishga rejissyorlar qaror qilib, o'zlarini iltimos qilib chaqirishgan. Mana shu darajada. Endi o'shalik televizion spektakllarimizda ham o'zlariga mos bo'lgan joylarda juda chiroyli rollar o'ynashgan. O'shaliga esinglarda bor Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshev, Vohid aka Qodirov va nimada Xayrli aka Sa'diyev bir chiroyli dam olgani chiqishgandagi sarguzashtlarni, dam olish sarguzashtlari ko'p ekranlarda qo'yib qolishadi. Undagi o'ynagan rollari juda bir chiroyli. Bahor qaytmaydi video filmida o'sha muqaddamni otasini rolini o'ynaganlar juda ishonchli. Garchi u katta rol bo'lmasa ham, bir epizodik boshqa rol bo'lsa ham juda chiroyli o'ynaganlar.
50 yildan ortiq ko'p namoyish etilgan otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvidagi o'zlariga mos va xos bo'lgan rollarga taklif qilishgan rejissyorlarimiz Mirabbos aka Mirzaahmedov va boshqalar. Mana bularda juda chiroyli, ajoyib rollar ijro etganlarki, ularning hammasi betakror, o'xshashi yo'q, bir aytaylik qayta takrorlanmas obrazlar bo'lib qolgan. Shuning uchun ham biz ustozni hurmat qilamiz, ustozni har doim yodimizda saqlaymiz va ularga bugungi kunda yo'llarda ketayotgan o'g'illari shu teatrda ishlaydilar. Hammalariga ustozni xotiralarida doimo sergak, doimo hushyor bo'lishlarini, shogird deb bilganlar o'zlarini, ularga shogird deb bilganlar shu ustozni darajasida yetuk san'atkor bo'lishlarini chin ko'ngildan samimiy tilaymiz. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Hammanglardan e'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rsatuvimiz, suhbatimiz yoqqan bo'lsa, albatta sizlardan yana bitta like va yozilmagan, podpiska bo'lmaganlardan podpiska tugmachasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.